Agar siz saytlardan video yuklab olmoqchi bo'lsangiz, mana bu extensiondan foydalaning. Ya'ni Video Download Helper Chrome extension deb yozasiz Google poiskga va unga kirib, mana bu joyda install turadi. Men allaqachon o'rnatganman, o'shanga remove turibdi. O'rnatganingizdan keyin birorta saytga kirasiz. Men misol uchun darslarim turadigan saytga kiraman. O'zi aslida bu yerda mana chiziqcha yonida yuklab olish tugmasi yo'q. Ba'zilarida bo'ladi. Demak, tepada mana bu mana shu tugma bor, nom bilmayman. Shuni bosasiz va mana bu joydan Video Download Helper'ni ustiga bir marta bosasiz. Va mana tepada chiqdi o'sha video. Qalamchani bossangiz, nomini o'zgartirsangiz bo'ladi. Qalamchani bosib va bu joyda download tugmasi bor. Va bu yerda yana qanaqangidir bir tugmalar bor, bilmayman, men ishlatib ko'rmadim. Muhimi download bossangiz video yuklanadi. Mana yuklanish boshlandi. Bas mana bu joyda pin qilib qo'ysangiz bo'ladi. Har doim mana shu yerda turadi. Mana shu pinni bosib qo'ysangiz. Bular yo'q. Bossam yonida turadi. Shunaqa. Keyingisi. Masalan, OKda kino yuklab olishingiz mumkin. O'zi yuklab olish tugmasi yo'q hech qayerda. Tepada ham, pastda ham uni linkini olib, qaysidir bir saytga tashlagan taqdirda ham buni yuklab olish imkoni bo'lmasligi mumkin. Garantiyasi yo'q. O'shanga buni bir marta bosamiz, mana tepada turibdi. Sifat 480p, qolganlari 360, даже 144p razmerdagisi ham bor ekan, sifatdagisi. Xohlasangiz VKdagi kino, xohlasangiz даже Kinopoiskdagi kinolarni ham yuklab olsangiz bo'ladi. Buning uchun oldingi men boya bir marta kino yukladim. Masalan, bu yerda bitta kino yukladim. Mana shu 2 soatdan keyin mana bu yerdagi kinoni yuklab olishim mumkin. Chunki buni qanaqangidir danilari, serverlari boshqa. Mana DRM bir narsa downloadni bossam, HLS va MPD sifatdagi yoki serverdagi saytlardan 2 soatdan keyin yuklab olsang bo'ladi deyapti. Uni premium bilan hech kim qilmaydi. Men aniq bilaman O'zbekistondagilarni. Shuning uchun 2 soatdan keyin yuklab olsa bo'ladi bu yerdagi kinoni. Lekin yuklab olsa bo'ladi, eng muhimi. Yuklab olsa bo'ladi. Eng muhimi shu. Xullas shunaqa. Bu extension nomi Video Download Helper.